Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz iskana payvand, qorani ko'kka payvand qilish yoki ko'kni ko'kka payvand qilish. Xo'p, mana bu payvand qilingan. Ko'k novda ketyapti mana. 3-bargda mana 1-bargi ana bu yoqda, 2-chi, ana 3-bargdan keyin payvand bo'lgan. Bu qorani ko'kka nima qilingan? Kimdir savol berishi mumkin. Bahorgi payvandlar eng o'sha yaxshi vaqti qachon? Ko'kka ko'k yoki o'sha qorani ko'kka. Endi ana u savolga javobim eng yaxshi payti qorani ko'kka nima qilish yo ko'kni ko'kka nima qilish vaqti o'sha 10-apreldan boshlab, shu 10-15-apreldan boshlab 10-15-maygacha. Endi bu yilgi holat o'sha 10-maygacha, 10-apreldan 10-maygacha, ya'ni o'sha 1 oy eng zo'r vaqti. Eng zo'r vaqti 10-maydan keyin mana bu yashil novdalar borku, o'sha qotib qoladi. Uni kesgandan keyin, yo'rgandan keyin uni ichi borku oppoq bo'lib qoladi. O'sha foydasi yo'qda uni bo'lgandan. Mana buni kesgandan keyin ustidan agar o'sha ko'rsangiz, o'sha kesilgan joyi o'sha orqaliga kalsiy bo'lishi kerak. Kalsiyaga o'xshagan. O'sha kalsiyni ko'rgandan keyin bu degani o'sha bu tayyor degani. Pishgan bo'lishi kerakda, xom bo'lmasligi kerak. Keyin bu qora kaltaklarni payvand qilishdan oldin iloji bo'lsa 1,5 sutka, 2 sutka suvga o'sha yaxshilab uvitib qo'yish kerak. Suvni o'ziga olish kerak. Keyin o'sha 2 sutka bo'lsa yaxshiroq. Keyin 2 sutkadan keyin o'sha yongandan keyin, zapas qilgandan keyin bankaga suvga solib, keyin o'sha bir boshdan o'tirib o'sha sразу payvand qilsa bo'ladi. Yoki yaxshi variant mana bularni yongandan keyin ikki tomonini shakarovka qo'yish kerak. Misol uchun 100 ml suvga, xlorsiz suvga, 100 ml suvga 1 choy qoshiq shakarni o'sha yaxshilab solib aralashtirasiz. Keyin o'shanga o'sha qo'yasiz, botirib qo'yasizmi yoki suvga nima qilib qo'yasizmi? Keyin o'sha ustiga kiygizib, strechlar nima qilsangiz bo'ladi. Endi shakar nima qiladi-da, xuddi bir garmonga o'xshagan foydasi bor uni. Yoki o'sha asal, 1 choy qoshiq o'sha asal 100 gram suvga yoki o'sha yarim choy qoshiq, mana shunaqa qilaman o'sha. Shakar bilan ishlayman, ba'zi payt o'sha asal bilan ishlayman. 100 ml suvga 1 choy qoshiq asalni aralashtirib, zagotovka qilgandan keyin, yongandan keyin payvand ustini o'shanga keyin qo'yaman 1 minut, 2 minut. Keyin uni chiqarib, ustiga o'sha payvand qilib, ortiqcha o'sha suvlarni o'sha suv bo'lgan joyi, nam bo'lgan joyini o'sha artaman, keyin yaxshilab strechlab, bargini shunday o'sha bargi bilan o'sha himoyalanadi. Keyin ustiga mana bunaqa holatda kiygiziladi, o'sha qog'ozdan tayyorlangan mana shunday ustiga. Hozir quyosh mana bu yoqdan chiqyapti-da, o'sha uchun uzun joyini mana bunday o'zi shapkaga o'xshagan kiygizaman, bo'ldi. Mana bu o'sha himoyalovchi bo'ladi. Bu o'sha qoramaydi ham, chirmaydi ham, hech nima bo'lmaydi. Xudo xohlasa ana shu holatga o'sha sekin-sekin o'sha ko'karib ketadi. Keyin mana bu pastki bachkalarni ham o'sha olib tashlash kerak. Men aytganday sug'orilishi kerak oldin. Mabodo payvand qilgandan keyin esingizdan chiqsa agar, o'sha kuni yo ertalab yoki kechqurun shu shomlardan keyin sug'orish kerak. Kunduzi kuni suv umuman berilmaydi. Mumkin emasda, kechqurun yaxshilab sug'orib, keyin nima qilish kerak? Xullas ana shunaqa agrotexnikasiga o'sha rioya qilinsa, nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, o'sha ko'karishi ancha o'sha foizi ko'payadi. Endi bu albatta tushunmaydiganlar, yangi bog'bonlar uchun, yangi dehqonlar uchun endi maslahat beryapmiz ana shunaqa qilsin deb. Xullas ana shunaqa. Kimda yana nima savollaringiz bo'lsa, o'sha kommentariyada yozing. Iloji bo'lsa imkon qadar o'sha javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.